Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib bo'ldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab mesestra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysan, zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi bera? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'il. Qoshig'il qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda vo. Yet qizga degan shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da. Mandan o'chibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida qoshig'iling kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mandan o'chibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Qancha shunaqa qildim hozir. To'xtang-chi ona. Turing qarang. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. Bu odamni shok qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, siz keldingizmi? Nasib ko'ramiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Qoshig'il, yo'q-ku. Sen qayerda o'qigansan, Indrajit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yo'q. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelinni qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahar omadım, ay tahar omadım.